Ushbu videoda oyatlarni talqin qilishda yuzaga keladigan nozik masalalar, xususan Qur'oni Karimdagi mutashabbihot oyatlar va harflarning ma'nolarini anglash doimo ulamolar o'rtasida muhim bahs mavzusi bo'lib kelgan. Ushbu ma'ruzada Dr. Hamza Bakriy Qur'ondagi ba'zi so'zlar va harflarning talqiniga oid chuqur mulohazalarni taqdim etadi. Ba'zi ulamolar bu oyatlarni suralarning avvalidagi harflar kabi mutashabbihot, ma'nosi aniq bo'lmagan oyatlar deb hisoblashadi. Ya'ni istava, o'rnashdi so'zi ham alif lam mim kabi. Allohning yadi, qo'li ham kaf, ha, ya, ayn, sod kabi. Imom G'azzoliy esa bunday yondashuvni qabul qilmaymiz deydi. Chunki harflarning arab tilida o'ziga xos ma'nosi yoki atamasi istilohi mavjud emas. Ammo yad va istava kabi so'zlarning o'ziga xos ma'nolari, istilohlari bor. Shunday ekan, Alloh taolo bizga yad yoki istava kabi so'zlar bilan murojaat qilganida, u bizning tushunchamizda mavjud bo'lgan atamalar orqali so'zlashgan. Biz ularni tushundikmi yoki tushunmadikmi, bu boshqa bir masaladir. Ya'ni Allohning murodini, maqsadini angladikmi yoki yo'qmi, bu ham alohida bir bahs. Ammo u bizga o'zimizning tushunchalarimiz, atamalarimiz bilan murojaat qildi. Ammo kaf, ha, ya, ayn, sod, qof yoki alif lam ro kabi harflar orqali bizga murojaat qilingan bo'lib, ulardan bizning lug'atda mavjud bo'lmagan, o'ziga xos ma'noga ega bo'lmagan so'zlar tuzilgan. Ular bizning harflarimizdan iborat bo'lsa-da, ulardan bizning tushunchalarimizda mavjud bo'lmagan so'zlar hosil qilingan. Bu xuddi kimdir sizning tilingizdagi harflardan bir so'z yasab, unga o'zi yangi bir ma'no, istiloh berganiga o'xshaydi. Masalan, men biror tilga, aytaylik, turk tiliga murojaat qilsam, u yerda arab tilida bo'lmagan harflar bor. O'sha harflarni olib men ulardan o'zimcha bir so'z yasayman. Ammo bu so'z turk tilining o'zida mavjud emas va men unga o'zim uchun ma'lum bir ma'no beraman. Mening murodimni, maqsadimni esa faqat men sizga aytganimdagina bilishingiz mumkin. Yoki siz qandaydir yo'l bilan ijtihod qilib, mening murodim nima ekanligini bilishga muvaffaq bo'lsangiz, demak, bu yerda tilning ma'nosi emas, balki so'zlovchining murodi muhimdir. Tafsirchilar alif lam ro yoki alif lam mim kabi harflar borasida aynan shunday yo'l tutishgan. Ular bu harflarning lug'aviy ma'nolarini xoh haqiqiy, xoh majoziy bo'lsin izlashmadi. Aksincha, ular Allohning bu harflar orqali nima murod qilganini izladilar. Ba'zilari biz to'xtaymiz, Alloh bizga buni xabar bermagan dedilar. Ba'zilari esa ijtihod qilamiz, harakat qilamiz deb aytishdi va shu tariqa ba'zi xulosalarga erishdilar.